ta'm og'izda qoladigan, bemalol daromadga chiqsangiz bo'ladigan, yog'ni umuman shilmaydigan eng zo'r ishonchli retsept bugun sizlarga bermoqchiman. Iliq sutga quruq masalan solamiz, ya'ni shakar, tuz va drojani yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin ustiga eritilgan sariyog' va o'simlik yog'ini qo'shamiz. Ketidan tuxum va qatiq qo'shamiz. Endi yaxshilab aralashtirib, elangan unni solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qo'shishni boshlaymiz. Qo'lga yopishmasligi uchun nomiga o'simlik yog'ini ham qo'shib olamiz. Ustini yopib, yarim soat davomida oshirib olamiz. Kartoshkaga suv, tuz solib, qaynatib, pyure qilib olamiz. Endi oshgan xamirni teng 25 bo'lakka zuvalachalarga bo'lib chiqamiz. Har biri zuvalachalarga bo'lingandan keyin 10-15 minut davomida ustini yopib, shu holatda oshirib olamiz. Xuddi ko'rsatilgandek qilib tugishni boshlaymiz. Qizigan yog'ga solib, o'rta olovda pastroq qilib pishirib olamiz. Shunaqa tillarang bo'lishi bilan qog'oz salfetka ustiga birin-ketin hammasini ko'tarib olasiz. Albatta bitta yurakchani bosib qo'yishni unutmang, ko'rib xursand bo'laman. Shunaqa gumma pirojka yaxshi ko'radigan yaqin tanishingizga yuborib qo'ying.